Akalar o'tkazmay turinglar, mana shu videoni damaschilar uchun eng foydali video qildik. Akalarimiz 2-3 ta joydan mayatni olib qo'ydirishibdi. Mana e'tibor beringlar, mana luftiga mana. Bu bo'sh bo'lsa kerak deb o'ylashlaring mumkin. Hozir mana birgalikda qotirib ko'ramiz. Akalar tepasi moshni turibdi mana. Bu mayatnikda akalar 3 xil, 4 xili bor. Bitta quymasi bo'ladi, bitta koreyskiyni kichkina pachiniligi bo'ladi. Nima desa bo'ladi? Hammasi o'ziga yarasha, faqat mana shunday rangiga e'tibor beringlar. Yaqinroq olib keling. Mana shu rangli mana. Mayatnikda olishda ehtiyot bo'linglar. Xuddi mana shunaqangi luft berib qoladi. Ichidan beradi bu. Tepasi qotgan holatda shaybalar qo'yishgan. Hozir mashinani egalari olib turishdi telefonda videoga, chunki o'zlari aytishdi 2-3 ta qo'ydim, yaxshi bo'lmadi deydi. Endi bunga mana shu o'zimizni koreys korpusdan qo'yib beramiz. Bo'lgan videosini qo'yamiz, akalarimiz xursandchiligini ko'ramiz, ketdik. Akalar mana yechib oldik. Mana ko'ryapsizlar holatni. Mana shu mayatni. Tepasi kichkina pachini bo'ladi, ba'zi quyma bo'ladi. O'zimizni Koreya korpusni qo'yamiz, bitta tomosha qilasizlar. Akalar, boshlangan mashinamiz tayyor bo'ldi. Mana o'zimizni Koreya korpusni qo'ydik. E'tibor beringlar mana. Ana. Mashinani qimillatamiz, lekin mayatni qimillamaydi. Chotki bo'ldi, rullari ham yengil bo'ldi. Razvallarigacha qilib berdik. Akamiz juda xursand bo'ldilar. Meni olmay qo'ying, o'zi ustaxona yuraverib, hammaga taniqli bo'lib qoldim deydi. O'shancha akamiz olmadik. Akalar mayatni qo'yishda adashmanglar, usta tanlasang adashmanglar. Jonlar sog' bo'lsin, obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar.